arzon uylar qo'yishni boshladik, bildinglar, traditsionniy. 70 ming dollarga shu xonadonni sotib olsangiz bo'ladi. Qarang, kirdingiz. Mana shinam xonadon sizga kulib boqib turibdi-yu, sotig'ini aytaman 308 sotiq. Qarang, zeleniy zonalarga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Eshikdan kirib kelar ekanmiz, to'g'rida bitta spalni, yonida bitta zalni ko'rishingiz mumkin. Ketdi, hurmatli operator, keling. Bu yoqda qarang, tapchanli zona qilib qo'yilgan. Mana bitta choy ichib o'tirish imkoniyati bor. Havosiga gap yo'q. Kelgan manzilni aytaman. Oltin tepaga kelganmiz, Toshmi postdan 4 kilometr masofa oralig'i. Qarang, tepaga qarab chiqadigan bo'lsa, bitta detskini ko'rishingiz mumkin. Uni yonida bitta spalni, bu yerda sanuzl, bu yerda zal hisobi foydalanasiz. Bu yerda oshxonaga ko'zingiz tushadi. Xonadon soni 5 ta bo'ldi. 308 sotiq. Oltin tepaga kelganmiz. Start 70 ming dollar baholadik. Narxi yaxshi belgiladik. Bitta minusini aytadigan bo'lsam, yo'lak hisobi kirib kelinadigan xonadonimizga shu holatda kirib keladi. Shuni hisobga olgan holatda narx 70 ming qo'ydik. Barakasini qilsanglar bo'ladi. Chiroyli, shinam xonadon, narx 70 ming. Juda ham chiroyli narxlarda qo'ydik. Bunaqa uylarni o'tkazib yormaslik uchun bizani YouTube kanalimizga ham, Instagram kanalimizga ham a'zo bo'lib qo'yinglar. Chiroyli, yaxshi narxlarda xalq uchun manfaatli uy-joylar qo'yishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.